Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda inson qon aylanish tizimini o'rganamiz. Qon tuzilishi va qanday funksiya bajarishini birgalikda ko'rib chiqamiz. YouTubedan video darslar ko'ryapsizmi? Demak, siz onlayn ta'limga qiziqasiz va bu yo'lni to'g'ri deb bilasiz. To'g'risi hamda bu issiqda o'quv markaziga borib, yo'lga soatlab vaqt sarflagandan ko'ra, uyda muzdagina konteyner tagida bitta telefonning o'zida o'qigan nima yetsin. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bizni Atomiga platformamizda kimyo va biologiyani onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Platforma havolasini video ostida qoldiramiz. Aytgancha, videoga like yoki dislike bosib qo'ysangiz, biz darslarimiz sizga qanchalik ma'qul kelganini bilib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shunda yangi darslar va foydali kontentlar joylanganda bexabar qolib ketmaysiz. Organizmning ichki muhiti quyidagi suyuqliklardan tashkil topgan bo'lib, bular: to'qima suyuqligi, limfa va qon. Qon inson organizmi ichki muhitining asosiy qismi bo'lib, tana massasining 7% ni tashkil qiladi. Inson organizmida qon bir necha funksiyalarni bajaradi. Ular: organizm himoyasi, moddalarni tashish, gumoral tartibga solish, issiqlikni tartibga solish yoki termoregulyatsiya va gomeostazni saqlash. Katta yoshli odam tanasida 5 litr qon mavjud bo'lib, u biriktiruvchi to'qimadan iborat. Qon tarkibiga qarab plazma va qon hujayralaridan tuzilgan. Plazma qon hajmining 50-60% ni egallaydi va u suv, oqsillar, yog'lar, glyukoza, mineral tuzlar, ferment, gormon va hayotiy faoliyat mahsulotlaridan iborat. Qon hujayralari esa qon hajmining 50-40% ni egallaydi va u leykotsit, eritrotsit, trombotsitlardan tashkil topgan. Leykotsitlar tuzilishiga qarab monotsit, ezinofil, bazofil, neytrofil va limfositlarga bo'linadi. Limfositlar esa beta va T limfositlarga bo'linadi. Trombotsitlar yoki qon plastinkalari bo'lib, ular yadroga ega bo'lmagan qon hujayralari. Taxminan 2-5 kun yashaydi. Trombotsitlar dumaloq yoki oval shaklga ega bo'lib, 1 millimetr kub qonda 300-400 mingga yaqin trombotsitlar mavjud. Inson tanasidagi qon hujayralar yoki shakilli elementlar bir necha funksiyalarni bajaradi. Eritrotsitlar inson tanasini kislorod bilan ta'minlaydi, ya'ni kislorod transport vazifasini bajaradi. Leykotsitlar inson tanasini himoya qiladi. Trombotsitlar esa qon ketishni to'xtatadi. Qachonki inson qon yo'qotganda, uni hayotini saqlab qolish uchun qon quyish amaliyotini bajarish kerak. Ushbu jadval yordamida qaysi guruhlar bir-biriga qon bera olishini va qon qabul qila olishini birga bilib olamiz. Jadvalda birinchi qatorida qon guruhlari ko'rsatilgan. Ikkinchi qatorda esa qon berish mumkin bo'lgan guruhlar ko'rsatilgan. Oxirgi jadvalimizda esa qon qabul qilish mumkin bo'lgan guruhlar ko'rsatilgan. Masalan, birinchi qon guruhi birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi guruhlarga qon bera oladi va faqat birinchi guruh qon gruppasidan qon oladi. Ikkinchi qon guruh, ikkinchi va to'rtinchi qon guruhlariga qon berishi mumkin va birinchi, ikkinchi qon guruhlaridan qon oladi. Uchinchi guruh, uchinchi, to'rtinchi guruhlarga qon beradi va birinchi, uchinchi guruhlardan qon oladi. To'rtinchi guruh esa faqat to'rtinchi guruhga qon bera oladi va birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi guruhlardan qon qabul qila oladi. Landsteiner va Yansky qon tarkibiga qarab qon guruhlarini tashkil qilgan va bu qon guruhlar tarkibi bilan quyidagi jadvalda tanishib chiqamiz. Jadvalimizning 1-qatorida qon guruhlari ko'rsatilgan. Keyingi qatorda esa eritrotsitlarning tarkibi ko'rsatilgan.
va oxirgi qatorimizda esa plazmaning tarkibi ko'rsatilgan. Masalan, birinchi qon guruhi eritrotsitlarida aglutinogenlar yo'q. Plazmasida esa aglutinin alfa, beta bor. Ikkinchi qon guruhida esa eritrotsitida aglutinogen A, plazmada aglutinin beta. Uchinchi guruhda eritrotsitlarda aglutinogen B, plazmada aglutinin alfa. To'rtinchi guruhda esa eritrotsitida aglutinogenlar A va B mavjud bo'lib, plazmada aglutininlar yo'q. OIF kasalligi birinchi marta 1983-yili Montanya ismli olim tomonidan aniqlangan. OIF kasalligining rivojlanishi 5 ta bosqichdan iborat bo'lib, ular inkubatsion davr, o'tkir infeksiya davri, yashirin davr, OITSdan oldingi davr va OITS davri. OITS yuqishining oldini olish uchun stomatologik va kosmetologik asboblardan ehtiyotlik bilan foydalanish kerak va sog'lom turmush tarzini olib borish kerak.